Natural sonlardan boshlaymiz. Natural sonlar qaysilar? Sanoqda ishlatiladigan sonlar natural sonlar hisoblanadi. 3 ta kitob, 10 ta olma. Mana shunda biz natural sonlardan foydalanamiz. Hech qachon 3,2 ta ruchka demaymiz yoki -5 ta kitob demaymiz. Demak, natural sonlardan foydalanar ekanmiz. Sanoqda ishlatiladigan sonlar natural sonlar ekan. Bunisi katta. Keyingisi butun sonlar qanday sonlar? Butun sonlar natural sonlar va ularga qarama-qarshi bo'lgan sonlar, ya'ni ularni manfiy va nol butun sonlarga kirar ekan. Ya'ni butun sonlar, natural sonlarni mana n ko'rinishda n harfi bilan belgilanadi. Aytib ketay. Butun sonlar z bilan belgilanadi. Butun sonlarning to'plamini quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. Minus cheksizdan keladi. Bu -2, -1, 0, 1, 2 va hokazo. Bu natural sonlar hisoblanar ekan. Butun sonlar hisoblanar ekan. Ratsional sonlar qanday sonlar? M taqsim n ko'rinishida ifodalash mumkin bo'lgan sonlar to'plami ratsional sonlar to'plami hisoblanadi. Bunda m butun son, n natural son. Xo'p, ratsional sonlar q bilan belgilanadi. Hop. Va mana ratsional sonlarga aytib o'tib ketay. Ildizdan chiqargan sonlar ham kirib ketadi. Cheksiz davriy bo'lgan kasrlar ham buni ichiga kirib ketadi. O'nli kasrlar ham hammasi ratsional songa kiradi, chunki ularni m taqsim n ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Keyingisi irratsional sonlar. Bu i ko'rinishda belgilanadi va ratsional sonlarning aksi, ya'ni m taqsim n, m butun, n natural son ko'rinishida ifodalash mumkin emas. Bular natural sonlar hisoblanadi. Ya'ni bular ildizdan chiqmaydigan, cheksiz davriy bo'lmagan kasrlar hisoblanadi. Cheksiz kasr va davriy bo'lmagan. Uni davrini bilib bo'lmaydi. Masalan, bo'lganimizda 1,2,3,0,0,5,9,2 hech qanaqa qonuniyatga bo'ysunmagan holatda mana bu davri ketaveradi. Bu ham irratsional son hisoblanadi. Yana eng mashhur irratsional sonimiz pi hisoblanadi. Buni ham bilamiz. 3,14 deb taxminan olib ketamiz, lekin buni orqasida judayam cheksiz ko'p sonlar bor, raqamlar bor. Va ular ham hech qanaqa davrga, qoidaga ega emas. Pi ham mana irratsional songa tegishli ekan. Milliy sertifikat savollarida tushadi. Nechtasi ratsional, nechtasi irratsional deb va tenglamalarni yechganingizda, ifodalarni soddalashtirganingizda, aniqlanish sohasini topganingizda ham juda ham ko'p so'raladi. Nechta ildiz ratsional son, nechtasi natural, bu oraliqqa tegishli butun sonlar nechta? Mana shu savollarni yechishimizda, to'g'ri javob topishimizda sonli to'plamlarni bilishimiz muhim hisoblanadi. Yoki butun savolni tenglamani oxirigacha ishlab kelib turib, oxirida butun son degan qismga e'tibor bermasdan naturalni olib ketsak yoki ratsional sonni ham hisoblab ketadigan bo'lsak, javobimiz xato bo'lib qoladi. Shuning uchun bu mavzuga ham e'tibor berib o'tib ketamiz. Va keyingi son haqiqiy son. Bu r bilan belgilaymiz. Bu o'zicha irratsional ham, ratsional, butun hammasini o'z ichiga oladi. Haqiqiy son hisoblanadi. Keyingisi kompleks son. Bu a plus i ko'paygan ko'rinishda yoziladigan sonlar kompleks son hisoblanadi. Bunda i kvadrat minus 1 ga teng. Bu sonlar to'plamiga to'xtalib o'tirmaymiz, chunki savollarda ham kelmaydi. Milliy sertifikat savollarida demak, kompleks sonni masalan ta'rifini, holatini ko'rib bilib ketdik. Shuni o'zi yetadi hozircha. Demak,
Bu sonli to'plamlarni o'zaro bog'liqligi yana nimada? Bularning eng kichkinasi o'rtada natural son hisoblanadi. Undan keyinrog'i butun son, undan ham keyinroq ratsional son, undan keyinroq haqiqiy va undan keyingi kompleks son hisoblanadi. Va bu yerda bitta savol tug'iladi. Hop, buni oldin yozib ketay, qaysi biriga qismligini. Qism belgisi mana bu hisoblanadi. Ya'ni natural son butun sonlarga qism demoqchi bo'lsam quyidagicha belgilayman. Va bu ham haqiqiy ratsional songa qism. Bu ham haqiqiy songa qism. Bu haqiqiy son bo'lsa kompleks songa qism hisoblanadi. Mana kompleks sonda i barobar 0 bo'lganda haqiqiy sonni ifodalagan hisoblanamiz. Kompleks son a plus i ko'paygan b dedik-ku, a haqiqiy qism hisoblanadi, b mavhum qismi hisoblanadi. Mavhum qismi 0 bo'lib ketsa, u mana haqiqiy sonlarning to'plami hisoblanadi. Ya'ni kompleks sonlarning xususiy holi haqiqiy son deganidir. Endi bizda yana bir savol tug'ilishi tabiiy. Nimaga bizga shuncha sonli to'plamlar kerak? Bitta sonli to'plamni o'zini kiritib olib, har doim o'shandan foydalansak bo'lmaydimi? Deyishingiz mumkin. Bu to'g'ri savol. Lekin biz ularni har biriga muhtojmiz, har biri kerak. Hozir nimaligini tushuntirib o'taman. Xo'p. Birinchi natural sonlar to'plamini olaylik. Bularda aytdik, sanashni ishlatamiz dedik. Va sanayotganimizda sonlarni o'zaro qo'shib ketishimiz mumkin. 2 ga 5, 5 ga 6ni yoki ko'paytirib ketishimiz mumkin. To'g'rimi? Mana qo'shish amalini bajarishimiz mumkin, ko'paytirish amalini bajarishimiz mumkin. Har ikkita elementni olib qo'shganimizda ham, ko'paytirganimizda ham yana natural sonni ichiga tushaveradi. Lekin sonlarni ayirganimizda hammasi ham natural sonni ichiga tushmaydi. Masalan, 6 dan 4 ayirganimizda 2 bo'ladi. To'g'ri, u natural son hisoblanadi. Lekin 4 dan 6 ni ayirganimizda bizda -2 hosil bo'ladi. Lekin u natural son emas-ku. Deganimizda aynan shu butun songa ehtiyojimiz paydo bo'lib, butun son tushunchasini kiritib olamiz. Demak, butun sonni paydo bo'lishi ayirish amali bilan bog'liq ekan. Demak, bu ko'paytirilgan qo'shuv, bunda ayruv. Buni belgilab qo'yay mana bunday qilib. Ichiga yozib ketaveraman. Xo'p. Mana ayruv amalini yopdik butun sonlar orqali. Endi ratsional sonlar qanday qilib paydo bo'lgan? Mana ko'paytirish, qo'shish, ayirishni bajarib ketyapmiz. Lekin bizda sonlarni bo'lishga keladigan bo'lsak, ratsional sonlarni kiritishga majbur bo'lib qolamiz. Chunki 6 ni 3 ga bo'lsak, to'g'ri bizda 2 chiqadi. Bu butun son. Lekin bizda 2 ni 3 ga bo'lsak nima hosil bo'ladi? Yoki shunga o'xshash holatda butun sonlar yoki natural sonlarning ichiga tushmay qoladi natijamiz va biz yangi to'plam ratsional sonni kiritishga majbur bo'lamiz. Demak, bo'luv amali ratsional sonlar to'plamini paydo bo'lishiga sabab hisoblanar ekan. Keyingi holatda irratsional sonlar qanday kirib keladi? Ildiz amali bor, ildizga olish. Ildiz ostida 25 desak, to'g'ri. Bizda ratsional son hosil bo'ladi 5. Yoki 1 taqsim 16 desak, 1 taqsim 4 chiqadi. Ratsional sonlarga tegishlimi? Ha. Lekin bizda ildiz ostida 26 desak, buni natijasini qanday qilib topamiz? Buni natijasi ratsional ham, butun ham, natural ham chiqmaydi. Va biz yangi to'plamni, irratsional sonlar to'plamini kiritib olishga majbur bo'lamiz. Xo'p. Shu ko'rinishda, demak, sonli to'plamlar kelib chiqqan ekan.
Keyingisi hop juft sonlar, tog' sonlar. Natural sonlarning ichida ham juft, tog' sonlar bo'ladi. Juft sonlar qanday sonlar? Ikki karrali bo'lgan sonlar juft hisoblanadi. Tog' sonli bo'lsa juft qarama-qarshisi. Ikkiga karrali bo'lmagan, ikkiga qoldiqsiz bo'linmaydigan, ya'ni qoldiqli bo'linadigan sonlar tog' son hisoblanar ekan. Keyingisi tub son. Tub sonlar. Tub sonlar faqatgina o'ziga faqatgina e'tiborli o'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub son hisoblanadi ekan. Masalan, 2, 3, 7, 11, 13, 97. 97 bo'linmaydi. Bular tub son hisoblanar ekan. Murakkab son, ya'ni tub sonning qarama-qarshisi, buni bo'luvchisi ikkitadan ko'p bo'lsa, murakkab son hisoblanadi. Masalan, 6 murakkab songa misol. 1, 2, 3, 6 sonlarga bo'linadi. Bo'luvchisi o'zidan tashqari ikkita yana. Hop, keyingisi o'zaro tub sonlar, e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar. E kubi tushunchasini hozir o'tmaganimiz uchun keyingi darsda eslatib o'tib ketaman o'zaro tub sonlar qanday ekanligini. Demak, butun sonlarni ichida yana biz yangi tushunchalarni ko'rishimiz kerak. Bu yerda manfiy sonlar, musbat sonlar tushunchasiga kelamiz. Xo'p, avvalo biz koordinata o'qini kiritib olamiz. Koordinata, ya'ni sonlar o'qi. Sonlar o'qini kiritib oldik. Sonlar o'qini boshida yoki markazida 0 turadi va undan o'ngda yotgan barcha sonlar musbat son hisoblanadi. Undan chapda yotgan sonlar manfiy son hisoblanadi. Va fi musbat ko'rdik. Endi qarama-qarshi sonlar to'plami. Qarama-qarshi son qanday son hisoblanadi? Ishorasi bilan, faqatgina ishorasi bilan farq qiladigan sonlar qarama-qarshi son hisoblanadi. Masalan, +2 va -2. 2 faqatgina oldidagi ishorasi bilan farq qilyapti. Yoki 1/1 yoki -1/1. Faqatgina oldidagi ishorasi bilan farq qilyapti. Xolos bular. Keyingi tushunchamiz teskari sonlar. Ikkita son o'zaro teskari deyiladi qachonki ularni ko'paytmasi 1 ga teng bo'lganda. Masalan, mana shu yerda teskari songa misol keltirib ketay. 1/2 bilan 2. Bularni ko'paytmasi 1 ga teng. Shu sababdan bu teskari son hisoblanadi. Ikkita sonni aytib, bular o'zaro teskarimi deydigan bo'lsa, ikkalasini ko'paytiringlar, 1 chiqdimi? Ha, demak, ular teskari. Aks holda yo'q. Va darsimiz oxirida eslatmalar. 0 juft son emas. Juft tog' sonlarni ajratdik. 0 sonimiz shunda juft hisoblanadi. Hozir adashib ketdimmi? Bundan oldin 0 juft emas deb adashmasam, 0 soni juft ekan, 0 juft. 1 esa tub ham emas, murakkab ham emas. Tub murakkab sonlarni ajratganimizda biri ko'rganimiz yo'q edi. Birimiz biz tub ham murakkab ham emas ekan. Va natural sonlarning eng kichkinasi 1 hisoblanadi. Lekin uni eng katta elementini topa olmaymiz. Chunki natural sonlarda eng kattada masalan bitta sonni tanlang, 1 qo'shsangiz undan keyingi son kelib chiqaveradi doimo. Shu sabab bu natural sonlar to'plami cheksiz, asli butun sonlar ham cheksiz, haqiqiy ham hammasi cheksiz. Va natural sonlarning eng kattasini aniqlay olmaymiz, ya'ni ayta olmaymiz. Masalan, 1999 deydigan bo'lsa, unga 1 qo'shsak, undan katta son kelib chiqaveradi. Shuning uchun. Xo'p, mavzularimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Darsimizni iloji boricha qisqa qilishga harakat qildim. Savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldiringlar. Tushuntirish tarzi sizlarga ma'qul bo'ldimi? Savollaringlar, fikringlar bo'lsa, bemalol izohlarda bo'lishinglar, e'tiboringlar uchun rahmat. Ertaga yana ko'rishguncha xayr.